Jizzaxdan chiqayotgan Kia Bongosini qabul qilganmiz. Yangi mashina. Ishlab hamma yog'ini. Bunga Genesis motor qo'yib beryapmiz. 4 porshinlik benzin turbina motor. Joyga birga bir o'rnaydi. Chiroyli tushadi. O'zbekiston Kia'larga yaxshi variant. Oldiga paraglari moslab chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Benzinga 12 ta rasxod qiladi. Gazda 2 ta 100 talik bilan 450-500 km gacha yuryapti. O'zbekiston Kia'lar. Motor, korobka, miya komplet kelishadi. Как zavod qilib o'rnatib beramiz. O'zbekiston Kia'lari motor slabroq bo'ladi. 89 ot kuchi. Bu motorning ot kuchi 210 ta. Deyarli 3 barobar baquvvat desam bo'laveradi. Mashina yangi. Tayyor bo'ldi, deyarli elektrik ishlari qoldi. Elektrik ish tugaganidan keyin yurgizib, sozlab video qilamiz. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqarsizlar. Motor o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Ishlarimiz davom etmoqda. Aloqadamiz.